Bo'rilar kelishdi. Ajdarlar ham kelishdi. Mana shoh qizigam keldi. Mana bizni mustahkam qalamiz. Eshaninglar bolalar. Qani bo'shatinglarchi meni mustahkam qal'ammi? Siz ajdarlarga ishonasizmi? Bo'ridan qo'rqasizmi? Shoh qizni o'tirayotganmisiz? Yo, hamma savollaringizga birdan javob bera olmayman. Yaxshi eshitinglar, sizlarga bir qizaloq haqida so'zlab beraman. Bu qizaloqning ismi Mariya Volga edi, lekin hamma uni Marloget deb chaqirardi. Bir kun Marloget o'rmonda qo'ziqorini terib yurganda, birdan bahaybat bir maxluq unga tashlanib, uyasiga olib keta boshlabdi. Bu maxluq quloqlari dikkaygan, og'zi qip-qizil bo'z bo'ri edi. Lekin Marloget bo'sh kelmasdan o'zini himoya qilish uchun bo'rini novda bilan rosa savalabdi. Natijada bo'rini sillasi quribdi. Bo'ri Marloget bilan olishib shu qadar charchabdiki, o'z uyasiga yetib kelganda boshi xarsang toshga urilib, hushidan ketibdi. Ajab bo'ldi. Voy bechora-ey. Qattiqlat yebdi-ku. Qizaloq suvda ro'molchasini ho'llab kelib, bo'rini boshini avaylab bog'lab qo'yibdi. Keyin to'kilgan barglardan unga yumshoq to'shak to'shabdi. Hatto oftob tushmasin deb, uni yoniga kattakon qirqquloq novdasini sanchib qo'yibdi. Bo'ri hushiga kelib, bitta ko'zini ochibdi-yu, darrov yumib oldi. U yotgan yerida qimir etmasmish. Sababi birinchidan boshi og'riyotgan edi, ikkinchidan hali hech kim unga bunaqangi mehribonchilik ko'rsatmagan ekan. Marloget bo'ridan oyoq uchida uzoqlashib, g'izillaganicha uyga chopibdi. Va giyohlardan bir choynak damlama qaynatib kelibdi. Bo'ri katta tishlarini piyolaga tak tegizib, uzun tili bilan dorini to'kib sochib ichib oldi. Dori unga yoqmabdi-yu. Qanicha qol bezori bo'ri. Lekin Marlogetning ovozi juda yoqimli ekan. Qizaloq shu zaylda bo'rini bir hafta boqib, oyoqqa turg'azibdi. Keyin ular sayr qilishgani chiqishibdi. Ehtiyot bo'l, Marloget u seni yeb qo'yadi. Sanaqa degan, shoshmay turg'anlar. Bo'ri darmonsizligi uchun qushchaga tashlanmabdi. Ertasi kuni qushcha yana uchib kelibdi. Marloget hali u seni yeb qo'yadi. Yolg'on. Shunda u bir sakrab qushchani tutib yeb qo'yibdi. Bundan Marloget qattiq ranjibdi. U bo'rini bir uribdi-da, kechgacha u bilan gaplashmabdi. Meni kechir. Marloget uni kechiribdi. Shu kundan boshlab bo'ri jonivorlarni yemay qo'yibdi. Endi qushlar bo'ridan cho'chimas ekanlar. Mitti sichqonlar bo'lsa uni tumshug'i ostida quvlashmashoq o'ynashar ekan. Bo'rini so'ray kelar ekan-u, bergan va'dasi esga tushib ularga tegmas ekan. Va unda nima yeb kun kechiradi? Malina, qo'ziqorin, har xil o'tlar va yana Marloget olib kelgan nonni yebdi. Lekin u bunaqa ovqatdan tezda ozib ketibdi. Keksa o'tinchi bu haqda qizchaga shunday debdi. Bo'ri zoti go'sht bilan tirik, qizim. Agar do'sting go'sht yemasa, o'lib qolishi mumkin. Marloget bu gapdan yum yig'lab kechasi bilan o'ylab chiqibdi. Ertalab esa Endi sen o'rmonda bo'rilardek yashayver, men xafa bo'lmayman. bo'ri o'rmon ichiga kirib ketibdi va shu zahoti bitta quyon bolasi bilan o'z uyalaridan toza havoga chiqqan 3 ta yumron qoziqni tutib yebdi. Oradan sal vaqt o'tgach, bo'ri yana kuchga to'lib chiroyli bo'lib qopti. Lekin u endi faqat qorni ochgan paytda ov qilar ekan. Bolalarga ku sira tegmas ekan. Ba'zan u Marlogetni uzoqdan ko'rib qolganda dili ham quvonar ekan, ham g'ashlanar ekan. Marloget bo'lsa o'rmonga tez kelib turar va bo'rini o'ylab asta jilmayib qo'yar ekan.
Chunki o'sha bo'zbo'ri Marlogitni yaxshi ko'rganidan bir necha kungacha og'ziga bir tishlam ham go'sht olmagan ekanda. Faqat Marlogitni yaxshi ko'rganidan. Men ham keyinchalik quyuq o'rmonda yashashni istardim. Men katta bo'lsam daraxt kesuvchi bo'lardim, hayvonlarni parvarish qilardim. Men katta bo'lsam kichkina bo'lib qolishni xohlardim. Sen ham o'rmonda yashashni xohlarmiding? Ha, albatta, faqat bir o'zimmas. Qizlar o'zi shunaqa qo'rqoq bo'lishadi. Shunaqa yomon bola bo'lsam, bir o'zim ketaman o'rmonga. Qo'yinglar, tortishmanglar. Amakijon, agar o'rmonga borsak nima olishimiz kerak? Kompas, adashib qolmaslik Yana uchun. bir kukuli ovqat ham. Yana qo'rchog'im ham bo'lmasa uyda zerikib Obboslar, o'zi o'rmonda qancha vaqt yashamoqsizlar? O'zingiz bilasiz-ku, ba'zi hayvonlar butun umr o'rmonda yashashadi. Kelinglar, yaxshisi men sizlarga o'rmonda yolg'iz sayr qilgan bir qizaloq haqida gapirib beray. Oltin soch. Qizaloqning ismi shunday ekan. Sochlari oltindek tovlanuvchi bu qizaloq o'rmon yonidagi uychada onasi bilan yashar ekan. Onasi hech qachon bir o'zing o'rmonga borma, xo'pmi? U yerda biron falokatga uchrashish mumkin debdi. Bir kuni oltin soch o'rmon chekkasida o'ynab yurib, daraxtlar tagida o'sgan qip-qizil sumbulni ko'rib qoldi. U o'rmon ichiga 2 qadam yurib kirib, gulni uzibdi. Shu payt oq sumbul gulni ko'ribdi. U qizil sumbuldan ham chiroyliroq ekan. Qizaloq yana 3 qadam ichkariga kirib, o'sha gulni ham uzibdi. Qarasa, nariroqda oq sumbullar chamandek ochilib yotgan ekan. Oltin soch yugurib borib, o'sha gullardan guldasta yasay boshlabdi. Keyin uyga qaytmoqchi bo'pti-yu, qayoqqa yurishini bilmay qoldi. U bitta so'qmoqdan ketaverib charchabdi. Endi yig'lamoqchi bo'lgan ekan, daraxtlar orasida bir uy ko'rinibdi. Oltin soch suyunib ketibdi. U derazadan mo'ralab, uyda 3 ta, ya'ni katta stol, sal kichikroq stol va juda ham kichkina stolchani ko'ribdi. U yerda yana 3 ta stul bor ekan. Katta stol yonida katta stul, sal kichikroq stol yonida kichikroq stul, kichkina stolcha yonida jajjigina stulcha turganmish. Har qaysi stolga bir kosadan ovqat suzib qo'yilgan ekan. Katta stolda kattakon kosa, sal kichikroq stolda o'rtamiyona kosa, kichkina stolchada jajji kosa turganmish. Oltin sochga bu uy yoqib qoldi. Kosadagi ovqatdan xushbo'y is taralibdi. Qizaloq uyga kirib, katta stol oldiga boribdi. U juda baland ekan, keyin sal kichikroq stolga yaqinlashibdi. Bu ham balandlik qildi. Shunda u kichkina stolcha oldiga boribdi. Unisi unga juda mos keldi. Oltin soch kattakon stolga o'tirmoqchi bo'ldi. Qayoqda? Katta stol juda katta ekan. U o'rtanchi stolga chiqib o'tirmoqchi bo'lgan ekan, g'ijirlab ketibdi. Nihoyat u jajji stolchaga o'tiribdi. Bu stulchi unga mos ketdi. Oltin soch katta kosadagi ovqatdan ichibdi. Voy, muncha qaynoq. Keyin o'rtacha kosadagi sho'rvadan tatibdi. Voy, muncha sho'r. Nihoyat u jajji kosadagi sho'rvadan ichibdi. Voy, biram mazaliki. Oltin soch kosadagi sho'rvani bir tomchi ham qoldirmabdi. Keyin borib qo'shni xonaning eshigini ochibdi. U xonada 3 ta sarishta kravat turganmish. Katta kravat, sal cho'roq kravat va kichkina kravatcha. Qizaloq katta kravatga chiqmoqchi bo'ldi. Juda ham baland. Sal cho'roq kravat, yumshoq emas ekan. Nihoyat u kichkina kravatchiga chiqqan ekan, u o'ziga lop-paloyi kelibdi. Oltin soch bir zumda uxlab qoldi. Ana shu payt uy egalari ayiq polvon, ona ayiq va kichkinagina ayiqcha qorinlari ochib, sayrdan qaytib kelishibdi. Kim tegdi meni ustulimga? Kim qo'zg'atdi meni stolimni? Meni stolimni kimdir qo'zg'atdi. Kim kovladi meni ovqatimni? Kim ichib ko'rdi ekan meni ovqatimdan? Kim ichib qo'ydi meni ovqatimni? Kim tegdi meni kravatimga? Voy, kim chiqdi meni karavatimga? Qaranglar. Meni karavatchanda kichkina qizcha yotibdi. Bu shovqindan oltin soch uyg'onib ketibdi. U kravatdan sakrab tushdi-da, lip etib derazadan qochib chiqib ketibdi. Ayiqlar mehribon ekanlar, qizaloqni orqasidan quvlashmabdi. Kimki kattalarning gapiga quloq solmasa shunaqa bo'ladi. Qo'y oltin soch guldasdan qolib ketdi.
O'rmondan chiqish uchun o'ngga ketgan so'qmoq yo'ldan yur. Oltin soch o'ngga ketgan so'qmoq yo'ldan yurib, saldan keyin shundoqqina o'z uyini oldidan chiqibdi. Ayiqcha juda mehribon ekan deb o'ylabdi u. Men bo'lsam, uni ovqatini ichib qo'ydim. Amakijon, sen ham o'rmonni aylantirishga olib boring. U yerda chayla qurardik. Har xil daraxtlarni ko'rsatardik. Qisam sizlarga yoqib qopti. Ha, yana qisib bering. Yo, bugun emas, lekin ertaga albatta so'zlab beraman. Film